16-17 may kunlari Jomiy bozor deb katta skladda bitta uy texnikalariga juda katta chegirma berib yuborilyapti. Bu yerda choynak, blender, so'qishmalka, ruchniy blender, очиститель, kofe mashinadan juda katta skidga olsanglar bo'ladi. Bemalol videoni to'xtatib, o'zingiz uchun narxlarni ko'rib olsanglar bo'ladi. Narxlar juda ham arzon. Misol uchun ayollarimiz uchun soch dazmollari atiga $8 dan boshlanyapti. Ruchniy atparviterlarimiz $12 dan boshlanadi. Erkaklarimiz uchun soqol sochlarini olish uchun apparatlar atiga $4 dan boshlanadi. Odam vesini o'lchaydigan aqlli smart orasida $6 dan, ayollarimiz uchun soch uchun felli atiga $6 dan boshlanadi. Har kuni uyda ishlatiladigan dazmollarimiz atiga $8 dan boshlanadi. Va bundan tashqari 100% original bo'lgan Philips plisoslarimiz atiga $124 dan chiqyapti. Bizda kurierlar assortimenti juda ham katta. Bemalol ko'rib, skidkada o'zingizga yoqqanini tanlab olib ketaverasiz. Ko'pchilik ota-onasiga qidirib yuradigan oyoq massajyorlari, uchta funksiyali boldirgacha qiladiganlari atiga $74 dan optim narxiga donaga berib yuboriladi. Ventilyatorlar bo'lsa atiga $15 dan boshlanadi. Bu yerda ozgina bor qirilgan kurierlarni atiga $49 dan bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Bu skidkamiz atiga 2 kun bo'ladi. 16-17 may kunlari bo'lib o'tadi. Lokatsiya Telegram kanalida pastda nomerlar qoldiramiz. To'liq ma'lumotlarni bemalol olsangiz bo'ladi.